Bugungi Tor mulozimati haqidagi darsimizningki 9-qismi. Bu darsimizda biz SOAP-UI detaldan qanday qilib mushu yurgizgan har xil testlarni, ya'ni sinoqlarni qanday qilib aniqlash muvaffaqiyat bo'lgan yoki bo'lmaganligini qanday jazmlashtirish uchun biz qaysi assertionlardan foydalanganligini tafsiliy so'zlayman. Unda esa biz oldingi qitimliq project ya'ni turini qanday calculator degan projectni tushirgan. Qarasanglar, mushu bir shirkat, ya'ni bir hisoblovchini bozorga soldi deb tursak, biz mushu hisoblovchining qanday funksiyalari qo'shish, elish, ko'paytirish, bo'lish muvaffaqiyatli ming'atamdo. Masalan, 1 ga 0 ni bo'lsak infinity deydi. Ya'ni cheksiz, shunaqa. Amaliyotda bo'lansa bo'lmaydi, shunaqa. Mushuna biz sinaydiganni SOAP-UI'da bergan WSDL ulanması bilan project qurib, ondan keyin shuni biz sinaydik. Uni oldingi qismda darsini ko'rsanglar bo'ldi. Endi biz bugun shu assertionlarni so'zlayman. Oldingi qismliq darsimizda biz har qaysi redlash va turgarish uchun test suit, test case, test step so'zlagan va uni qanday qurishni so'zlagandim. Unda esa hozir biz assertion, ya'ni aniqlash, muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini aniqlash to'g'risida so'zlayman. Avval biz bu project, ya'ni turni hisoblovchining turni biz kichik redaktsiya olaylik, ya'ni bir test suit qurib olsak, on tarafimiz test suit. Buningga to'xtang. Ma 1.2 dan quramiz. Generate test suit. Bugun biz faqat ilishlarni o'ziga olaylik. Buning funksiyasi 4 funksiyasi bor. Faqat bölüşni eras. Divide, bölüşni. Bununla divide test suit deyli. Odatda qanday ism qo'yib olsanglar bo'ldi. Hamda test suit bo'lgandan keyin buning kichikini qurib olamiz. Test case. New test case o'ndirib basanglar. Bu test case'ga qanday dividing deb ism qo'yaylik, bo'lish deb. Endi bu test case'ga biz bir test step qurib oldik, dastlabdan. Yoki agar qurilmagan bo'lsa, o'ng tarafni besib dividing test case, ya'ni test case'ga qanday add test step, ya'ni bu sub request bo'lgan ekan bizniki. Sub request orqali qanday qo'shsak bo'ldi. Buni oldin qismda tafsil so'zlagan, ko'rsanglar bo'ldi. Endi bu bizniki dividing test case quribdik, test step dividing niki. Test step quray, ya'ni bir sub request, chunki bu sub API bo'lg'achqa. Buni kichik divide dey farqlantirish uchun. 1.2 nusxasining, ya'ni bu 1.2 nusxasining qanday divide ni tanlaymiz. Okay. Mana mavu request iltimos mavu taraf. O'ng tarafdagisi shu response, javob. Masalan 40 ga 2 ni bo'lsak, submit 3 bo'lgan shaklni yo'llasak, iltimosni yo'llasak qanday 20 deb chiqarib beradi javobda response. Endi biz mushning muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini qanday assertion bilan qanday bilimsak bo'lmaydi. Har qitim qarab o'tamaymiz. Buni masalan odatda boshqa mavu hisoblovchi bo'lg'achqa faqat javobini mana chiqarib beradi. Lekin boshqa proyektlarda bosh turda true false deb chiqarib berdi. To'g'ri xato debchi. Shuni diqqat qilib olsangiz bo'ldi. Masalan, men cho'nroq bir san qilay. 18 ming deylik. 18 mingni qanchaga bo'lsak 2 ga bo'laylik. 2 ga bo'lsak 9 ming chiqdi, shunami? 9 mingga response, ya'ni javob 9 ming, request iltimos 18 ming. Endi biz bu javobning qanday to'g'ri xatoligini nima bilan o'lchaymiz? Assertion bilan. Qo'shish bilan ko'ralmi? Chunki nimish test suit, test case, test step qurolimiz desak, buning ma funksiyasida masalan divide Buninkida bunda assertion funksiyasi yo'q. Qaranglar, qo'shish belgisi yo'q.
Şuna biz çoxum sınıgan çağda biz ayrım bir test suit, test case, test step derçi kiçik bölüp ondan keyin sınaş edip barımız. Birinci tonuşulgan assertion yani add an assertion qo'shish belgisini bassanglar assertionning turlari chiqadi. Biz eng avval qanda contains. Birinchi bo'lib contains assertion. O'rganamiz. Contains assertion. Ya'ni shu contains degan o'z ichiga olmoq degan gap inglizchadagi. Shu javobda ma'lum bir narsa o'z ichiga oladi, shu o'z ichiga bu o'tadi bu sinoq o'z ichiga olmasa o'tamaydi. Masalan 9000 shunaqa. 9000 kirgizib qo'ysak o'tadi. Agar mishaga contains ga 9000 qilmay 8000 kirgizib qo'ysamchi failed mana o'tmaydi. Chunki bu cho'qim 9000 bo'lishi kerak. 18000 ni 2 bo'lsak 9000 chiqadi. Shunga qanday 9000. Odatda bosh proyektda true or false bo'ldi. Javobi-chi ko'pinchisi. Ma 9000 chiqqan ekan true bo'lsa, menga qanday nima biz qo'yamiz? True chiqish kerak. Endi hozir 900 deb yozib qo'ysanglar, chunki men 9000 ning ichida 900 ming bo'lg'achqa bu o'tib ketib qoldi. Shunga shuna nuqtaga diqqat qilmasang bo'lmaydi. Shuning uchun 9000, agar 900 o'tib ketib qolsa hayron qolmanglar. Chunki 9000 ning ichida qanday men 900 bo'lg'achqa o'tib ketdi. Birinchi assertion and contains. Ikkinchi assertion qanday? Ikkinchi assertion not contains. Qanday ni o'z ichiga olmaslik kerak. Ni o'z ichiga olmaslik kerak. Masalan, nimani o'z ichiga olmaslik kerak degan chog'da buni nolga bo'lgan bo'lmaydi, ammo mahraj nol bo'lmaslik kerak. Masalan, nolga bo'lsak qanday bo'ldi? Mana bunda chiqib qoldi, xatolik chiqib qoldi. Qaranglar, contains fail bo'lib ketdi, 9000 chiqmadi demakchi-da. Biz belgilab olgan. Ya'ni qarasanglar, server was unable to process request. Ya'ni mush mulozimdir qanday iltimosni bir taraf qilolmadi deydi. Chunki 0 ni bo'lsak bo'lmaydi. Shunda programlangan. Uni oddiy bilib qo'y, bu 0 ni mahrajga saqlanmaydi. Shunga mushi gap bo'lmaslik kerak, not contains. Agar mushi gap bo'lib qolsam qanday? Biz xato yozibdik, datani xato kirgizibdik deb bilsak bo'ldi. Shunga hozir darhol o'zgartirish kerak. Yani 0 ni ma chiqib olgandikilar 0 ni kirgizibdimi deb bilsak bo'ldi o'zimiz. 2 ga o'zgartsak qanday? Ham darshiklaysiz qanday? O'tdi, mana valid bo'lib o'tdi. Ya'ni ikkinchisi assertion nima? Not contains assertion. Ham uchinchi assertion nima deganda biz buning muvaffaqiyatli bo'lganligini qanday? Valid HTTP states code. Ya'ni holat kodi. Esinglardimi? Muvaffaqiyat o'z qancha bo'ldi? 200 bo'ldi. Agar mulozim turinchadan chiqsa 500 xarakterlik 500 dan boshlangan so'zdan chiqdi. 400 o'zcha client tarafdan xatolik chiqdi degan gap. Buningga qanday? 200 bo'lish kerak. HTTP states code qanday 200 bo'lsa o'tadi. Chunki ma header qarsanglar qanday? 200 mana. Agar men 0 ni yozib qo'ysak o'tamda? O'tmaydi. Chunki 0 ni yozgancha nima chiqdi? 500, ya'ni internal server error dedi. Mulozim turinchadan chiqdi dedi 500. Shunga buningga 0 ni xatolikni darhol topamiz. Chunki men fail bo'lib ketdi. O'tdi degan gap. Uchinchi assertion nima bo'ldi? Valid HTTP states code. Ya'ni qancha odatda 200. 200 bo'lsa qanday o'tadi? To'rtinchisi hamda biz qanday? Vaqt SLA, response SLA, ma SLA ni bilsab, mushni yurgizishga qanchalik vaqt ketdi deganda vaqt belgilab turamiz. Odatda default oldida o'zining 200 millisekund chiqadi. Buningga shundan asosan tangsak bo'ldi. Masalan, meningga tiz 200 dan tiz chiqish kerak. Hem o'zimiz taxminiy deyapmiz, lekin bizga odatda o'lchamni berdi-da ishlayotgan shirkat. Masalan, meni 50 desam, 50 millisekundda chiqdi desam, fail bo'lib ketdi.
qancha chiqadi ekan? 84 chiqibdi. Shunga biz taxminan 90 belgilab qo'ysak bo'ladi. 90 deyishib ketsa, qanday cho'qim masala bor degan gapda. Mana o'tdi. Ya'ni bizning 4-chi assertion nima? Response SLA. Vaqt belgilaydigan. Qanchalik vaqtda shu iltimosni yo'llab qo'yib javob chiqib bo'ldi demoqchi. 84 millisekundda javob chiqib bo'ldi. Nima degan tiza? 4-inchisi response SLA assertion. Endi eng oxirgisi bu demoqchi bo'lgan. Security, ya'ni bexatarlik check. Buni sub UI'ning yana bir yaxshi yeri bu bexatarlikni nima? Qanday tashkillaydi? Qanday tashkil bo'lsanglar, masalan, token deb bir atalg'i bor. Biz bu keyin o'rganamiz buni. Bir ochiqcha o'xshaydi bexatarlik uchun. Buni xuddi bexatarlik savoli deb tushunsangiz bo'ldi. Buning bir token bor. Mush token belgilab berdim. Mushni faqat token taqsimlab bergan a'zolar ishlatalaydi. Biz masalan shu oshkorlanib ketmadimi deganni bilish uchun masalan token deb ism qo'yib qo'yay. Sen descriptionga qanday important deb qo'yay, lekin important deb bo'lishini ay token nima bo'lgan bo'lsa, shuni kirgizib qo'ysizlar. Mush important degan gap chiqsa o'tmaydi bundan. Ya'ni ismi token, odatda bu har xil sonlar bo'ldi, masalan, bunda g'alati bo'ldi. Mushu oshkorlanib ketib qolsa bo'lmaydi. Shunga security check qilamiz. Demak, unda oshkorlanmab qolgan biz chunki token yo'q-ku. Ya'ni eng oxirgisi nima bo'ldi? Sensitive information exposure, ya'ni bu nereden chiqaramiz desanglar? Security, sensitive information exposure. Qanday sezgir uchurlarni oshkorlash demakchi. Tarjimasi. Sensitive information exposure. Bugan asos qilib ishlatadigan 5 assertion'ni aniqlash. Bir yurgizgan qanday sinoqning muvaffaqiyatli bo'lgan bo'lmaganligini qanday ma'lumdo'saq birisi o'tmadi. Ma'lum qancha vaqt ketdi? 156 millisekund ketdi demakchi. Odatda o'zimiz tanishib olsak bo'ldi, qancha vaqt ketgan ekan? 90 millisekund. 200 deb qo'yaylik bo'ldi. Masalan, biz test suit qurib olgango, mush test suitdan ma'lumimiz o'tdi, ya'ni finished. Agar o'timiz qanda buni project shaklida ma'lum olaymiz, test suit shaklida ma'lum olaymiz mush sinoqni. Ma test suit shaklida ma'lum, test case shaklida ma'lumimiz. Mana qaysi shaklda ma'lum bo'lsak bo'laverdi. Pointlarni qo'lcha olib. Bugungi darsimiz mushakcha, tushunmagan savollar olsa, asl inkos shaklda qoldirsangiz bo'ldi. Rahmat.